Meni yoqtirgan 13 qishloq. Men bu qishloqni judayam yaxshi ko'raman. Men har doim bu qishloqni buzmoqchi bo'lganimda menga kompot xalaqit berardi. Lekin bugun men bu qishloqni judayam zo'r g'oya bilan buzaman. Lekin o'zlarimni qo'llarim bilan emas. Birinchi bo'lib men bu qishloqlarni beqayqadir bekitib qo'yishim kerak. Men o'zlarimni qishloqlarimga alishtirib qo'yaman. Ular bu qishloqni buzib tashlaydi. Vashchi zo'r g'oyada, lekin boru bugun 100% men bu qishloqni buzib tashlayman. Hop, sekin kelamiz. Davay ana. Ay, kim bu? Nima qilyapsan? Ay. Jimgina. Sen judayam katta shovqin qo'rning. Hozir hamma joyga kelib qolishi mumkin. Qayerga seni bekitib qo'ysamikin, a? Quduq qanichi? Как раз ichida suv ham yo'q ekan. Men bularni shu yoqqa bekitib qo'yaman. Bo'ldi, bu yerda jim o'tiring. Agar yana bitta qanaqadir ovozni eshitsam, men bu quduqni suv bilan to'ldirib qo'yaman, tushundingmi? Men esa tepaga ketdim. Azinani esa o'zim bilan olaman. Agar qayerdan bilay, agar sen qochib ketsang-chi. Voy, Grifer senmisan? Yo'q, qanaqa Grifer? Men Grifer emasman, oddiy odamman. Qani bu yoqchi? Nima qilyapsan? Ay. Bu yerda o'sha ikkita qishloq. Sizlar bu qishloqda nechtasizlar? Tez aytinglar menga. Aytgancha sizlar qayerdan aytasizlar? Sizlarni og'zinglarni ko'chlab qo'yganman-ku. Men hammasini bu yerga olib kelishim kerak, chunki meni planimga hech kim помешать qilish kerak emas. Xo'p, hammasini endi men bu yerga tushirgandan keyin men o'zimni qishloqlarimga alishtirib qo'yaman. Yo'lib men bu qishloqni buzib tashlaydi dinamitlar bilan. Xo'p, men ketdim endi qolgan qishloqlarni olib kelishga. Ana hamma qishloqlarni bu yerga yig'ib oldim. Endi zinani olib ketsam ham bo'ladi. Xo'p, qanicha? Bundoq qaziymiz. Endi meni qishloqlarim hozir ashdan chiqish kerak. Qishloqlar hamma ish men aytganimdek qilinglar, tushundinglarmi? Men ungacha borib kofe ichib turaman. Hammaga salom bolalar. Men ismim Kompot. Meni yangi joyimga xush kelibsizlar. Bilasizlarmi, men bugun nima dedi? Quduqni tozalab qo'yildi deb bilasizlarmi kimga? Har doimgidek menga. Lekin men buni yomon cho'zolman. Borib yomon charchadim. Notebookda o'tirgim kelyapti. Vashchi qiyin kelmayapti deb borib o'zi bekor menga aytdi. Lekin men o'sha hamma narsalarni tayyorlab qo'ydim. Endi borib tozalab qo'ysam bo'ldi. Aytgancha men nasos olib kelish esimdan chiqib qopti-yu. Chunki tozalab bo'lgandan keyin nasos bilan men u yoqni suv bilan to'ldirib qo'yaman. Dalli nima ovoz bo'ldi? Tushunmadim. Menga cho'tib bu ovoz yoqmayapti. Qayerdan keldi? Ko'chadan kelgandek bo'ldi. Qishloqqa ne o'yin buzolsan? Tushunmadim neyman uryapsa? Tushunmadim. Ne buvani uryapti? Ya'ni agar sezgan bo'lsanglar buni ko'zi qizil, lekin bu bizani qishloqiga o'xshamayapti, tushunmadimmi? Kim bu bo'ldi endi? Yana nima bu uyni bang'illatordi? Voy, tushunmadim. Qanaqa bu eshikdan uryapti? Buni nima chitlari bormi? Tushunmadim. Kim bu yerda endi bizani qishlog'imizga kelgan? Ko'rdinglarmi uni? Yana ko'zi ham qizil edi qanaqadir. Tushunmayapman men. Ne bu uylarni bang'illatyapti? Bu bilan qolish kerak. Men qani sekretniy sundukimdan ham oliy. Tak, nima bor ekan? Pistolet. Undan ko'ra ikkita olganim ham yaxshiroq. Bekor men tilladan qilingan olmalarim yo'q-da. Mayli, bulasam chiquramiz. Qo'limda pistoletlarim bor-ku. Meni qo'limda avtomat bor. Kim oldimga? Ne menga otilyapsan? Bu qishloqni ko'zini ko'rdinglarmi? Qip-qizil edi, robot ko'ziga o'xshagandek. Bu endi mana shu buzib tashladimi? Ne buzib tashladi u? Voy, bekor qildi lekin borib, qishloqqa qara nima qilganini. Ne bu menga otilyapti? Bu ham ne otilyapti? Bu jinromi hammasi? Уже hozir menga bittada ikkita qishloq otilishga ulgurdi bor-ku. Nega bunaqa bo'lyapti men tushunmayapman. На всякий случай men yana bitta narsa olib qolay, granatani. Qanicha ketdi men nima bo'layotganikin endi bu yerda. Tushunmadim. Lavami? Nima qilyapti lava bu yerda? Salla nima qilyapsanlar? Tushunmadim bular nima qilyapti hammasi. Bitta-bittalab o'ldirishim kerak bularni. Lava endi nima qilaman men buni? Hop, qanicha. Voy, o'zim lavaga tushib ketib qoldim-ku. Nima qilsamikin? Hop, bo'ldi nima qilish. Bitta qum olaman-da. Qum bilan lavani yopaman. Qani bitta bu hammasi tepadan oqyapti. Men hozir shunda
Voy, u tepada hamma yoq lava bo'lib ketibdi-yu. Hop, qumim qani mana qum olamiz. Bo'ldi, bundoq yopib qo'yaman, bo'ldi. Yana bir marta savol beraman. Nima qilyapti bu yoqda? Qishloqlar jinni bo'lib qoldimi? Hop, endi hozir normalniy qishloqlar qidirish kerak, hammasini aytib berish kerak. Tushunmadim, dinamitmi? Nima qilyapsan ey? Hop, men uzoqdan uni o'ldira oldim. Endi hozir ketib borib tezroq dinamitlarni olish kerak. На всякий случай перезарядка qilib olaman. Hop, bo'ldi, ketdim endi yugurib dinamitlarni hammasini olish kerak. Voy, qaranglar, hammasini ko'zi qizil. Voy dalli, kim oldimga? Menda pistolet bor. Qoch. Voy dalli, nima bo'pti bu yerda? Bittalar hammasini o'ldirib chiqaman uzoqdan. Qanichi, hammasini ko'zi qizil. Uni ham, buni ham. Oppa. Voy dalli, namuncha ko'p bo'lib bittalar o'ldirish kerak-ku bilan. Ollaring granatani. Voy, qanaqadir kuchli ekan bular. Ana bo'ldi, o'ldi. Voy, borib tezroq endi dinamit topib tashlash kerak tezroq. Ne bu jinnilar bularga nima qildi? Robot, voy dalli, namuncha ko'p bo'lib bittalar o'ldiraman. Bu yoqqa kellaring, davay. Давай, bu yoqqa kellaring, davay. Hop, men kalash ola qolay, davay. Bu yoqqa kel, ol, ana davay, ketdi, bo'ldi. Hop, endi tezroq borib qatdan chiqayotganini topish kerak bularni. Voy, ko'rib ketdi. Voy, uyim oldidan namuncha ko'p. Men bularni unda bitta joyga yig'ib olaman-da, hozir dinamitni bangillatib yuboraman. Hop, bu yoqqa kellaring. Hop, dinamitni qo'yamiz. Tak, oppa qo'ydim. Bo'ldi, endi dirchak bilan yoqib yuboraman buni endi. Qachay, ne yasam ketyapsan? Bu yoqqa kellaring, ke, bu yoqqa. Dirchak qo'yaman, bo'ldi, bangillataman. Ana, menga tegib qolmaslik, uzoqga qochaman. Oppa, ana bo'ldi, bangilladi. Men bilan o'ynash kerak emas edi. Voy, lekin ozgina uyimga tegib ketibdi-yu. Mayli, hech nima qilmaydi, uyga keyin to'g'rilab olarman. Hop, endi bular qayerdan chiqayotganini topish kerak. Qayerdan chiqayotgan ekan bular? Voy, qaranglar, namuncha ko'p bular. Ana teshib bor ekan, o'sha yerdan chiqayotgan ekanmi deyman bular. Uzoqdan bittalar o'ldirib chiqaman unda men hammasini. Hop, ana ketdi. Перезарядка qilsam, hop, ana. Qanisi bitta pastga qaraychi. Voy, ko'pligini. Hop, bitta chiqlaring davay. Bekor dinamitni ancha ishlatardim, devor o'sha yerda bangillatib yuborardim. Qani sekin bittalab tushib, qani. Hoppa, ana ol, ana ketdi. Ana voy dalli, перезарядка qilib taptirlaring mana, ey. Hop, ana bo'ldi, ketdi. Bular boshqa qolmadi. Endi kim qilganini topish kerak. Qani ham qolmabdimikin, tag'in pastdan chiqib kelmaydimi bular bizib. Bolalar, men hech nimani tushunmayapman. Bu ko'zi qizil robotlarmi bular, tushunmayman. Bu qishloqlar qayerdan keldi? Mani qishloqlarimni alishtirib qo'yishdimi? Tushunmayman men. Voy, tushunmadim, bular ancha ko'p ekan-ku. Bu yerda hammasini bittalab o'ldiraman. Yoki to'xta, bularni ko'zi normalniy ekan. Bu mani qishloqlarimmi? Tushunmadim. Lekin bularni ko'zi normalniy ekan. Lekin men baribir ishonmayapman hali. Agar qayerdan bilay, balki bular ham o'sha yomon robot bo'lsa-chi normalniy ko'z bilan. Hop, men unda sizlarni oldinglarga sekin tushaman-da, lekin qo'limda pistolet bo'ladi. Menga tashlansanglar qaranglar lekin. Hop, verovkani bundoq tushiraman. Hop, endi sekin tushaman. Jim turlaring. Hech nima qilmalaring menga, lekin qo'limda pistolet bor. Voy, namuncha ko'p bular. Bu qishloqlar masalan qo'linglarni qarang, yechib tashlaychi. Kompot, butun qishlog'imizga grifer keldi-da, yana qanaqadir ko'zi qizil g'alati jitillar keldi. Sen ko'rding bularni? Ko'zi qizil jitil qishloqlarni men ularni hammasini o'ldirib tashladim o'sha pistolet bilan. Lekin griferni men hali topolmadim. Grifer ham shu yerdami hali? Ha, grifer ham shu yerda. Grifer o'shalarni hammasini olib kelgan menimcha. Kompot, grifer tishtori, ko'zi qizil jitillar bizlarni qishlog'imizdan buzib tashlashadi deb ular qo'lidan kelmadimi? Yo'q, qayerdan ularni qo'lidan keladi? Qo'limda pistolet bor edi-ku. Hammasini bittalab o'ldirib chiqdim men. Hop, qishloqlar, sizlarni ham men olib chiqib oldim. Hammanglarni qo'llaringizni yechib tashladim. Oldingizdan skotchani olib tashladim. Endi grifer qayerda ekan-a? Sal qo'ydan ko'zi qizil qishloqlar bizlarni qishlog'imizdan buzib tashlashardi. Yo'q, ularni qo'lidan kelmas edi. Hammasini o'ldirib chiqdim bittalab. Maza qilib kofeni icholman. Qani meni qishloqlarim, men qishloqni buzib tashlashganmikan? Tushunmadim. Ne buzilmagan bu? Kompot, grifer. Tushunmadim, grifer. Voy, men qochdim. Bu yoqqa. Ana, men uni o'ldirib yubordim. Bo'ldi. Uni qo'lidan hech nima kelmadi. Yana bir marta bizlarni qishlog'imizdan buzishga harakat qildi, lekin hech nima kelmadi. Kompot, sen молодец, hammasini ham o'ldirib chiqding bitta o'zing. Sizlarga ham katta rahmat orqamdan griferga otganini aytganingiz uchun. Endi hammasini o'ldirganimga men quvni tozalamasam bo'ladimi?
Bo'ldi, bemalol kompot qudug'ini o'zimiz tozalab qo'yamiz. Lekin вообще yomon bo'ldi devori ko'rdinglarmi? Ko'zi qizil qishloqlar bittadan chiqqanini. Lekin mani hammasini bitta-bittalab o'ldirib chiqishga kuchim yetdi. Griferni qo'lidan baribir yana hech nima kelmadi. Uni qo'lidan nima ham kelardi, faqat bang'illatish biladi bo'ldi. Ana qishloqlarni ham hammasini qutqardim. Ну что bo'ldi, agar sizlarga videom yoqqan bo'lsa, layk bosinglar. Hammanglar keyingi videomni kutib qolaman. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.